Muxlislar ham bor ekan, gazetamizni tanib qolishdi. Joni quvajni emas lekin. Samna kokteyllardan yetib kelgan edik. Kokteyla dayet. Bolalar sraz olib keldi. Qo'yavering mana shu yoqqa. Мороженое самовым ekan. Lekin мороженое mazasi zo'r ekan. Sizga hammadagi oilaviy qarindoshlar bilan katta komanda bo'lib kelishni asosida zavqlanish davom etgan. Мороженое ham butun yuzi bilan ekan. Va chiroyli ozgina muomala qilib qo'ysanglar, plajga o'tirgan joylariga mana shunaqa narsalarni chiroyli qilib olib berishar ekan. Oz mazasini ko'ramiz biz. Qani? Bismillah. Joni quvajni emas lekin. Yomon emas lekin odamga yoqimli bo'lyapti. Plajda mana shunaqa kabanalar bor ekan. Bo'layotganingizda ham o'zimiz jakuzilar bor. Bu faqatgina doполнительный plataga ertalabdan kechgacha mana shu kabanasi 300 euro ekan. Yoki $300. Buni kelishchiligi bordim. Amchi o'tda ko'p narsalarni qimmat etadi, lekin kelishsanglar bo'lar ekan, ozgina o'zbekchilikni yoqasimiz bu yo'g'i. Plaj kelganinglarda boshqa smuzilar bor. Bemalol ichib plajga cho'milsanglar bo'ladi. Plaj tomonidan lekin riksiz radamis plaj menga yoqdi. Riksizga yetgan nisbatan. Plajdan chiqishinglarga bunaqa shuttle bus ostanovkasi bor. O'zi gastinisaga olib chiqib qo'yadi. 1,5 kilometr masofa bor. Aka, qalaysiz? Yaxshi dam olasizlarmi? Bo'ldi, aka, rahmat kattakon. Muxlislar ham bor ekan, gastinisamizda tanib qolishdi. Odamga приятный bo'ladi, baribir. Do'stlik kerak.